Assalomu alaykum hammalarga, qadrdonlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hozir kech kirganga qaramasdan Asaka Fayzobod Xondaga yetib kelganmiz. Singlisi nomidan opasini tabriklagani yetib kelganmiz. Xudo xolisa yuraklarni qizartirib, podpiskani bosishni hech qachon esingizdan chiqarmanglar. Sizlarda ham xonadoningizga tashrif buyurishlik albatta bizning jamoamizga nasib qilsin. Qani, ketdik. Dil yayrasin quvona, qutlug' kunga to'yona, bugun shodiyona, tug'ilgan kun muborak. Dil yayrasin quvona, qutlug' kunga to'yona, bugun shodiyona, tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davroni bo'ylang tavallud kun muborak, 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 tug'ilgan kun muborak. Davroni bo'ylang tavallud kun muborak. Ey dil yayrasin quvona, qutlug' kunga to'yona, bugun shodiyona, tug'ilgan kun muborak. Dil yayrasin quvona, qutlug' kunga to'yona, bugun shodiyona, tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davroni bo'ylang tavallud kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davroni bo'ylang tavallud kun muborak. Assalomu alaykum hammalar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar, omonmisizlar? Sog'misizlar? Uzr kech kirganga qaramasdan bezovta qilyapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Lekin yaxshi niyatda bezovta qilyapmiz. Opa, tug'ilgan kunlaringiz bilan, shukrona kuningiz bilan, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan, chin yuragimdan muborakbod etaman. Xudo xolasa uzoq umrlar ko'ring. Hech qachon qarimay, hech qachon kasal bo'lmang. Dilingizda nima niyatlaringiz bo'lsa, Xudo xolasa Xudoyim hamma niyatingizga yetkazsin. Bugungi kunda qahramoni endi sizda opa. Kutmadingizmi ish qilib biz kelishimiz? Bura aytib qo'ymadim. Hozir siz chiqdingiz adashmasam. Voy tavba deb turib yana kirib ketdi. Shunday ko'rdida. Yo, to'xtang. Shu yerdamiz, xolajon. Shunday ko'rdida chiqib, men o'ylanib, menimcha shu opamning tug'ilgan kuni shekilli dedimda, voy tavbada shunday kirib ketdi-da. Xudo xolasa shukrona kuningiz bilan. Doimo tabriklaymiz. Bugungi kunda qahramoni siz endi. Xudo xolasa bugungi kundagi jonli ijrodagi she'r qo'shiqlar faqat siz uchun. Xudo xolasa sog' bo'lsangiz bo'ldi, singlingiz nomidan. Hozir bunday o'ylab qarasam, siz opasiz singlisiga o'xshaysizlar ekan. Xudo xolasa. Mehmonimiz bo'linglar. Yo'q, halo shu yerda ozgina gapirib, Xudo xolasa. Shu singlingiz nomidan aytib kelyapmiz. Ertalab telefon qilgan, shunaqa bugun opam tug'ilgan kuni bormasak bo'lmaydi deb, bo'ldi, bostirib kelyapmiz. Xudo xolasa. Nechta op ukasizlar o'zi? Ikkita opingiz bor, singlingiz bor. Yo'q, bittasi. Bitta, ikkita farzandsizlar, a? Xudo xolasa shu ikkita o'g'il. Ikkita Xudo xolasa shu singlingizni baxtiga sizni baxtingizga shu singlingiz va hamda farzandlaringiz hammasi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Xudo xolasa qarang, hozir bitta niyat qilib qo'ydim. Xudo xolasa yuzga kirganingizda ham bizni shu xonadoningizga hech qanaqa hassassiz qaramagan holatda, kuchga to'lgan holatda, yuzingizga ajin tushmagan holatida, tishlaringiz butun holatida kelinglar bolarim deb kuting, biz kelaylik, tabriklaylik, ashkurlarga yetkazsin. Umr safarlariga inshaalloh sertifikatlar qilib berishsin. Opa uka bo'lib, ona, ota, barcha yaqinlar bilan umra safarlariga boringlar, borib kelganinglarda uzun qizil daroshkalarda, oppoq kiyimlarda, chiroyli, ma'noli qo'shiqlar bilan kutib olishlik albatta bizni jamoamizga nasib qilsin, ashkurlarga yetkazsin. Opa qarang, biz o'zi Asakalikmiz. Asakadanmiz. Shunaqangi ota-onalarimizni yaqinlarida farzandlari nomidan tabriklab yuramiz. Xursand qilib, ko'ngillarni ko'tarib. Qarang, siz uchun bitta tug'ma talantimdan foydalanaman hozir. Bizda uni yoshini taxmin qilib, to'g'ri topib qo'yishlik qobiliyatimiz bor. Yoshingizni lekin singlingizdan so'ramadim. O'zim taxmin qilib ko'rmoqchiman. Agar rostdan ham to'g'ri topib qo'ysam, chiqib Melisaga berib yubormasanglar bo'ldi. Bu bola nimaga to'g'ri topyapti demasanglar bo'ldi. Kelishdingmi? Opa aytaveraymi? Taxmin qildim, rengin qildim. Agar rostdan ham to'g'ri topsam, qo'li bo'shlar qarshi cholib, qiyichuv qilib, malades bolam deb qo'ylaydi. Agarda telefoniga bitta qo'lida telefoniga videoga olayotganlar bo'lsa, bitta qo'lingizda 100 yillarga urib qo'yarasizlar qarshi. Qarshi hisobida qabul qilib olaveraman. Kelishdingmi? Opa aytaveraymi? Taxmin qildim, rengin qildim. Menimcha siz bugun 17 yoki 18 yoshga kirdingiz. To'g'rimi? Ola to'g'ri topdimmi?
Ha? Xudo xohlasa siz yoningizda уже 20 yosh mana xolam. Xudo xohlasa. Allohga shukr. Ha. Bekarga ikkita sonni aytmadim. Albatta kayfiyatinglar uchun. Xudo xohlasa shunaqangi 18 yoshda yana 18 tasini bersin. Har birida har yilida kelaylik, tabriklaylik, ashkunlarga yetkazsin. Xudo xohlasa. Endi siz uchun shu singlingiz nomidan bitta chiroyli she'r bor. Agar yo'q demasanglar ijro qilib beraman. Bo'laveradimi? Ijro qilaveraymi? Mayli. Siz uchun. Uyga kiring. Yo'q, xola shu yerda. Yo'q, shu yerda. Havo. Toza havoda chiroyli bo'ladi. Bo'lmasa stol olib chiqing. Yo'q, xola turavering. Yo'q, xola. Mana shu yerda Xudo xolasa singlingiz nomidan qabul qilib olasiz. Chiroyli she'r. Shirin so'zi bilan ajralib turgan, barchani qadrlab birdayin ko'rgan. Mehr bilan boqib, mehrga ko'mgan, dunyoda tengi yo'q opam bor meni. Jonimga jon tumor, jonimga rishta, uy joyi saranjom, doim sarishta. Mehrda tengi yo'q misli farishta, dunyoda tengi yo'q opam bor meni. Misli oy yuzligim g'ururi osmon, balodan tayanchim jonimga posmon. Allohim asrasin doim har qachon, dunyoda tengi yo'q opam bor meni. Farishtalar ichra eng go'zal sanam, dunyoda ko'rmadim siz kabi opam. Qalbimning to'rida o'zingiz hakam, dunyoda tengi yo'q opam bor meni. Shirin so'zi bilan ajralib turgan, barchani qadrlab birdayin ko'rgan. Mehr bilan boqib, mehrga ko'mgan, dunyoda tengi yo'q opam bor meni. Voy, Xudo rahmat. xolasa siz uchun singlingiz nomidan bu chiroyli Rahmat. ashula Alloh she'r. rozi Xudo bo'lsin. xolasa nechta farzandlaringiz bor? 3ta. Xudo Lekin xolasa kelinglar mana. bu hozir siz bunyod. qayningizmi yo onajongizmi? Qayni, ha? Qarang, hozir uchala farzandingiz nomidan bitta chiroyli qo'shiq bor. Siz uchun ijro qilinadi va sizning nomingizdan onajongizga. Farzandlar nomidan sizga, sizning nomingizdan onajoningizga. Rahmat. Bo'laveradimi? Alloh rozi bo'lsin. Agar aytinglar desanglar aytamiz, aytmanglar desanglar majbur aytamiz, eshitishga majbur bo'lasiz. Kelishdingmi xola? Ijro qilaveraylikmi? Siz qarang, siz farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz va singlingiz nomidan, siz bo'lsa keliningiz nomidan qabul qilib olasiz. Bo'laveradimi xola? Ketdik farzandlar. Onalarimiz uchun. Ha. Yo'q, xola. Ovoz zo'r bo'lyapti. Siz uchun chiroyli ashula. Farishtalar oching jannat eshigini. Ha. Donoygacha alla aytgan bolalarga. Tosh ko'rmas bolam der, onam. Jannatim onam. G'am ko'rmasin dediz bolam, boringizga shukr onam. Sizlar uchun bu ashula. Doim, Xursand bo'lsanglar Alloh rozi bo'ldi. bo'lsin. Qarang, o'sha keliningizni yuzida qon yurmadi emas, yugurdi hozir. O'sha gullarni olib, Rahmat, chunki Alloh rozi bo'lsin. bizni loyiha shunaqa kutilmaganda kiradi. Kutilmaganda borib tabriklanadi-da. Bizni loyiha shunaqa tarz. Xudo Rahmat. xolasa Alloh rozi bo'lsin. sog' bo'lsangiz bo'ldi. Xursandmisiz? Xursandmiz. Xursand bo'ldingizmi? Xursandmiz. Xudo xolasa oqibatinglarga ko'z tegmasin hech qachon sizlarda, opa-singillarda. Endi qarang, bugundan boshlab miyangizda qanaqangi g'am tashvishlar bo'ladigan bo'lsa, bir chekkaga shunday chiqarib yuborib, hayotda kulib, o'ynab, maza qilib yashasangiz bo'ldi. Ana Avazxon aytganda yashab bersanglar bo'ldi. Xudo xolasa.
Xursand bo'lsanglar bo'ldi. Endi xola qarang. Endi bizni shu xonadonga chaqirgan, olib kelgan shu singlisiga bitta chiroyli haqqiga duo qilib qo'yasizlar. Chunki shu Doim singlisini duo taklifi qilamiz. bo'yicha tashrif buyurdim bu xonadonga. Ha? Qaranglar, hammanglarni Qani. telefoninglar bor, ijtimoiy tarmog'inglar bor, Instagraminglar bo'lsa tabrik asaka deb yozsanglar shunaqangi videolarimiz kelib chiqadi. Ota-onalarni, yaqinlarni tabriklab yurgan. YouTube'da Izzatullo Azimjonov deb yozsanglar YouTube'da kelib chiqadi. Azimjon. Xudo xolasa, qabul qilib olaverasizlar. Hech qanaqasilardan pul ketmaydi. Prosta bahramand bo'lib turasizlar videolarimizdan. Sog' bo'lsanglar bo'ldi. Endi shu opamizga bitta chiroyli haqqiga duo qilib qo'yasizlar. Yo'q, duodamiz doim. Xudo xolasa. Nilufar ham bizni qizimiz Xudoyim. Allohga shukr. Avvalo xush kelibsizlar. Tanijoninglar sog' bo'lsin. Mana Nilufar qizim ham mana opasini tug'ilgan kunlariga mana sizlarni olib ketdi. Alloh rozi bo'lsin. Xudoyim yaxshi kunlarda mana shunaqa qilib chiroyli so'zlashib, shunaqa chiroyli qilib she'rlar aytib, shunaqa qilib bahri dilimizni ochganinglarga beadad shukr Allohim. Shu qizim ham baxtli, taxtli bo'lsin, bolalari yonida hamroh bo'lsin. Xo'jayini ham kelib, billa uylarini chiroyli tutsin. Manzuraxon bilan Ravshan akam ham qo'sha qarim niyat maqsadlariga yetkazsin. Nigoraxon kelinim ham sog' bo'lsin. O'g'lim bilan qo'sha qarishsin. Bularning yaxshi kunlarini boshigan bilan birga ko'rishlikka Alloh nasib qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Xush kelibsizlar. Tamiz saharlik xotirjamligini bersin. Xursandmisizlar? Uyga Xursand bo'ldinglarmi? Xursandmiz, rosa. Sog' bo'lsanglar bo'ldi. Opa Boshimiz xursand bo'lgan osmonga bo'lsangiz yetdi. bo'ldi. Xudo xolasa sog' bo'linglar. Alloh Xonadoninglarda doimo shunaqangi yaxshi kunlar bo'laversin. Biz jamoamiz bilan birgalikda Voy. kelib xizmatda Endi bo'lishlik. quruq ketmanglar endi, Yo'q, yo'q, xola, yo'q, yo'q, xola, yo'q, yo'q. Xola, tug'ilgan kunni yaxshi o'tkazib olinglar. Boshqa safar to'ylarda chaqiringlar keladi. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.